Mana bugun yakshanba. Ayaga namoyishga kelsam, ana nihoyat yaxshi faoliyat. Abim uzilib ketib qoldi. Yaxshi Uyg'urlar. Is a relatively recent movement, but one that resonates with its people. Historically, beginning in the 5th century, much of Central Asia, including East Turkestan, was referred to as just Turkestan. With the Russian occupation of West Turkestan in the early 19th century, the term East Turkestan was coined to distinguish the two. Systematic discrimination, political marginalization, and China's colonization gave birth to an anti-colonial national movement, with Uyghurs and other Turkic peoples declaring independence in 1933 as the East Turkestan Republic. This short-lived state was overthrown in 1934 by a combination of Hui and Chinese forces under the Republic of China and the Soviet-backed Chinese warlord Chiang Kai-shek. Ana, qarindoshlar. Bugun mana shu 2022-yil 3-oyninki 20-kun yakshanba. Hozir Dunyo Uyg'ur qurultayininki Adin Dolqanaysa yo Abbas Pabbaslar yo o'ch-bo'chilar kelib Stockholmning Shesta rayonida Novruz faoliyati o'tkazadi. Shvetsiya Uyg'ur komitetidan Abdushukur Samsaq apandim, Shvetsiya Uyg'ur ma'rifdan Nijat Turg'un apandimlar bu yerda Xitoyninki vatanimizdagi Sharqiy Turkiston qarshi qirg'inchilikqa, irqiy qirg'inchilikqa qarshi namoyish o'tkazadi. Men bugun miyaga ota-onamniki bugun dam olish kunim. Shuning bilan kelgan naslarim bilib bugun nihoyat xush bo'ldim mana. Dunyo Uyg'ur qurultayininki bu qitim asosli kelish maqsadi bo'lsa, yana bir tashkilotdan birini tug'dirishga hozir bizningki tashkilotga ehtiyojimiz yo'q. Haqiqiy bir ish qiladigan ehtiyojimiz bor. Bularni bu yer qo'llaydigan hech qanday bir odam qolmagandan keyin, shuningga yana bir o'zlarininki daqidumbiqini chaladiganға yana bir tashkilot qurish uchun bir turkum koni axlatlar zamonasida qilib qolgan shularni yig'ib yana bir axlat to'ng'iga silib, yana bir tashkilot qurib qilmoqchi. Bizniki maqsadimiz bo'lsa, qarindoshlar, vatanimizniki mustaqilligi bir madaniy qirg'inchilikda bugungi kunlikda irqiy qirg'inchilikni madaniy qirg'inchilik da'vatida. Ana qarindoshlar, Amerikaning tashqi ishlar ministri Pompeo apandim, I believe this genocide is deb shuni mana tomg'in urib atgan bo'lsa-mu, bizniki Dunyo Uyg'ur qurultayidagi milliy munofiqlar madaniy qirg'inchilikda bugun dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlarningki qirg'inchilikni boshqa yoqqa qarab madaniy qirg'inchilik degan asosda Novruz faoliyati o'tkazib, hatto ona til deganlarni qaytib ba'zi bir kichik bolalarni bir yerga olib borib dasmiy silib, xalqning mingisini qaytaryotdi. Haqiqiy da'vo qildigan odam bir butun Xitoy dushmaning nima Xitoy deganni bildirish kerak. Dushmaning kim o? Xitoy. Vataning kim o? Sharq Turkiston. Shu narsani aniq bildirish kerak. Ammo yo'qolang bir tashviqotlarni qilib, bular bizningki vatan davosini setib suiiste'mol qilyotdi. Shuningga qarindoshlar, 70 yillik davoning natijasi ana shu buvoylar, mo'maylar turmalarga kirib ketdi. Qurultaynikilarningki puli kesilib ketmadi, pulini elayotdi, o'zininki ishini qilyotdi. Yalğan davani qilyotdi, Xitoydan buyruqni elib, ana ayya-biyada jangi jadal qilib, ayrimchilik qilib, tashkilot qurib, o'zlarining depini chaldigan yangi bir tashkilotlarni qurib, mana shunday qilyotdi. O'zinglar ko'ryapsizlar, qarindoshlar, mana bugungi kunlikda Dunyo Uyg'ur qurultayi Novruz faoliyat qilib, hatto telefonga rasm kelishkim bo'lmaydi, kameraga kelishkim bo'lmaydi degan asosda ashunchilik o'zlarining satchiliklari, maynatchiliklari oshkor bo'lib ketmasin deb, hatto telefonga bir rasmgimi og'in olmaydi deb, ham shunday qilib yetibdi ashada. Mana men ota-onamning ishi bilan mayak parlament oldida bugun chiqqan dam elish. Mana men hozir videoga ilayapman. Shuningga qarindoshlar, bizlar ko'ringlar dunyoning ichida nima ishlayotganini, qurultay nima ish qilyapti, qolgan vatan deydiganlar, obolar nima ish qilyapti, bizlar ko'ringlar.